Aytgancha sevishganlar kuni-ku va bugun. Bugun emas, ertadan anaqada endi qadr timsoli telefon yo duxi yo bir tillo uzik yoki bir paypoq yoki bir komplekt shampun shunaqalar bo'ladi ertadan. Yoshlikda bizga ham qiziq edi bunaqa narsalar. Pul yig'ardik. Maktab davrlarida shunaqa bo'lardi. Biz qizlarni bayramga pul yig'ardik, qizlar bizni bayramga pul yig'ardi. Qiziq voqealar ko'p bo'lardi. Hozir endi bilmayman endi shu. Nima ham hozir gapirsam qizishib ketaman. Keyin u yana kallam aylanishni boshlaydi. Hozir men gapirsam u vashshi juda chuqurlashib ketib qolib, ertaga yana ustimdan ariza tushib, yana borib shtraf to'lab 15 kun o'tirib yurmay. Qo'yinglar. Kim kimi sevsa sevaversin dalishi. Kim kimi naqa qilsa qilaversin dalishi. 14-da sevsin xohlasa, 15-da sevsin xohlasa, 16-da sevsin. Biz birov bilan ishimiz yo'q. Biz o'zimizni hayotimizni eplab yashasak ham katta gap. Hamma birovni hayotini to'g'rilamoqchi bo'ladi, lekin hech kimsa boshqa bir kimsani hayotini undan-da zo'r yashab bera olmaydi. Mana siz aytishingiz mumkin, "Azizaki, siz hayotingiz mana bunaqa, mana xato qilasiz, mana bu zo'r qilgansiz, lekin mana bu xato qilgansiz" deyishingiz mumkin. Lekin kallamiz ustiga qo'yman, hech qaysi biringlar meni taqdirimdagi, meni hayotimni mendan-da zo'r yashab bera olmaysiz. Xuddi men sizni taqdiringizdagi, sizni hayotingizda sizdan zo'r yashab bera olmagan kabi. Shuning uchun hadeb bir-birimizga aql o'rgatmaylikda, mayli sportda maslahat beraylik.